singillarimizdan tortib onalarimizning muhabbatigacha qozongan soyabonimizda Paftor zavodi yetib keldi. Bahor yozda prям maza qilib ishlatishingiz mumkin bo'lgan, sizga birday yoqadigan soyabonlarimizda berjeviy va oq rasvetkasi Paftor zavodi keldi. Bu narsa hoji onalarimizga ham, hoji opa singillarimizga ham ideallik edi. Undan tashqari model singillarimizda bo'ladigan bo'lsa, fotosessiya uchun juda ham zo'r variantlardan bittasi. Sizga ideallik kачество eng zo'r premiumlardan bittasi. Premiumligini sababini aytib o'taman. Xuddi shu narsani agarda biz sizga qulay bo'lishi uchun avtomat qildirsak ham bo'lardi. Unda bu narsani sifati bu darajada ideal chiqmaydi. Bu chunki toza qo'l mehnatida ishlangan tikilishlarni ham bitta ko'rishingiz mumkin. Choklarini, gullarini ko'rasiz, bir-biriga idealni keladi. Bu faqatgina sizga vid rolda o'ynab bermaydi. Qattiq ish-suvlarimizda ham sizga salgina salqinlikni sizga bera oladi. Chunki ichi materiallari ham shunga mo'ljallab tikilgan. Bu mexanika qo'lda yopasiz va qo'lda ochib ishlatsangiz bo'ladi. Sifati ancha-muncha ideal ishlangan. Sizga qaysi rangi ko'proq yoqdi? Berjevisimi, oqimi? Undan tashqari sizga savol bermoqchiman. Agarda shu modelni qora rangini ham olib kelsangiz, sizga yoqqan bo'larmidi? Shuni ham kommentariyada yozib ketsangiz juda ham xursand bo'lamiz. Manzillarimizda Janubiy vokzalning ro'parasi Vega Center 2-qavat, dastavka ham Buta O'zbekiston bo'lib ishlaydi.